Internetga yetib qolmang. Koreyadagi obunachilarimiz bilan uchrashgani Peksok Tokyogacha keldik. Yuringlar birgalikda tanishib chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Hozir shu universitetda o'qiydigan talabamiz bilan intervyu qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Sizga 3 ta savol bermoqchi edim, qisqacha. Nimaga aynan shu universitetni tanlagansiz? Men birinchi o'zimni kursdoshim menga tavsiya qilgan shoir, u ishlaydigan konsalting orqali Step to Korea konsalting orqali kelganmiz. Birga kelganmiz. Step to Korea Consulting Centri yana sizga nimalarga yordam bergan? Bitta viza emas, yana nimalarda yordam bergan? Bu yerga keldik. Universitetda qanday muammomiz bo'ladi, har xil endi yaqinda kelganmiz, tushunmaydigan, bilmaydigan narsalarimiz ko'p. Hamma taraflama yordam berishadi. Step to Koreaga rahmat. Step to Korea Consulting'ini siz yaqinlaringizga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki faqat o'qishga kelganingizcha emas, undan keyingi bosqichlarda ham doim sizga yordam berib, yo'l ko'rsatib, o'z maslahatlarini berib turishadi. Keyin bitta narsa ham eshitdim, konsaltingda agar bitta universiteti yoqmasa, qolgan universitetga, boshqa universitetga ham perexod qilish imkoniyatlari bor ekanda, shunisi juda ham yoqdi. Bu universitetga hattoki hech qanday sertifikatsiz kelgan talabalarimiz ham bor ekan. Kelinglar, ulardan bittasi bilan suhbatlashib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni hech qanday sertifikatsiz kelgan deb eshitdim, shu to'g'rimi? Avvalambor assalomu alaykum. Shu gap rost. O'zim Koreyaga magistraturaga sertifikatsiz kelganman. Wow. O'rtog'im o'sha Step Koreada ishlardi. O'sha bois menga o'zimni kelishimga, hujjatlarimni hammasi o'zi yordam berdi. Avvalambor Step Koreyaga katta rahmat aytaman. O'zlari Kesusaga joylashtirib, sim kartalarimgacha ham olib berishdi. Agar O'zbekistonda kim magistratura yokida til kursiga sertifikatsiz o'qishga kelmoqchi bo'lsa, bemalol Step to Koreaga murojaat qilsangiz bo'ladi.